Assalomu alaykum. Navbatdagi proyekt bitti. Bu proyektimiz domda joylashgan domda qizlar xonasi, 4 ta qizlar xonasi. 3 metrga 3.30 ga xona. Buni bitta ko'ramiz. Ancha muncha narsa. Bitta dizaynerskiy proyekt. Bitta proyekt qilib bizga qo'yilgan vazifa 4 ta bolaga shunga kiravat, dars qiladigan xona, undan tashqari shkaflar ham bo'lishi kerak. Ular hamma narsani shu xonaga kiritishimiz kerak. Biz endi xudo xolasa bu narsani uddaladi deymiz. Hop, bu yoqda narsadan bitta dars qiladigan joy qildik, undan tashqari tortmalarni ham qildik. 4 ta bo'lgani uchun 4 ta alohida tortma. Hop, kitoblarni qo'ygan joyi, undan tashqari podsetka ham qildik, bu qorong'i bo'lgani uchun yana undan tashqari ochiq kitob qo'ygan joy. Bu joydan unumli foydalandik. Bu yoqda kiyimga joy. Keyin bu yoqqa ham bitta tegiga bu narsa qo'yiladi. Bu yoqqa ichlariga hammasini podsetka qo'yib, ichida chiroqlari bor. Hop. Karavotimiz ikkinchi etaj, joyda ham bittasi joylashgan, ikkinchisi, uchinchisi bu yoqda joylashgan, to'rtinchisi bu yoqqa chiqadi, ko'rsangiz bo'ladi. O'rtaga chiqadi, o'rtada to'rtinchi bola o'rtada yotadi. Hop, 3 kishi uchta bo'lamiz. O'rtaga joylashtirilgan, bu yerda dars qilishadi bemalol. Hop, dars qilgan stolimiz ustiga bitta razika ham qo'ydik. Razika qo'ydik. Undan tashqari bizga batareykalarimizga havo chiqadigan, issiqlik chiqadigan joylarni qildik. Bitta polka, kitob daftar qo'yiladi. Shkafimiz antresol ham bor. Bu antresol joylashtirdik. Shkafimizda polka bor. Kichkina kiyimdagi o'rtaga katta kiyimdagi bu yerda 4 ta katta tortma qilib, bu tortma har bitta bolaga alohida o'rtagina qilib bu yoqqa ham eshikga ipotga joylashtirdik. Eshigimiz orqasidan foydalandik. Bu yoqqa oyoq kiyim taxlanadi. Har bir mayda-chuyda oyoq kiyimlar qo'yiladi. Masalan, eshiklarimiz bor, ilmoqlarimiz. O'tga cho'chuv narsalar o'riladi. Xudo xolasa biz bu yerda bitirdik, egalari rozi topshirdik. Sizlarga ham shunaqa bir dizaynskiy ish kerak bo'lsa, qulay bo'lsa, qilish kerak bo'lsa, shunaqa chiroyli bir mebel kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Telefonlarimiz bor, Instagramda ham, Telegramda ham kanallarimiz bor. Bemalol murojaat qilinglar, ko'rishamiz.